Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar, ekranimizga xush keldinglar. Men Gollandiyadagi ixtiyor muxbir Pidaga. Programmamizning oldingi qismida doktor Erkin Sidiq apandining hayoti bilan qisqacha tanishib chiqqan edik. Bu qismimizda biz doktor Erkin Sidiq apandining hayot kashmishlarida duch kelgan qiyinchiliklarni qanday yengganligi, qanday pozitsiyada bo'lganligi qatorliq mazmunlar diqqatingizda bo'ladi. Yoqtirib ko'raysizlar. 70 yillardagi madaniyat inqilobi bo'ronlarida sizdek birdan o'qigan ko'z ko'rgan bir insonlar qanday qilib saqlanib qolardingizmi? Unda u chog'da haqiqatan butun jamiyat o'zgarib ketgan. Buni mazgilda pensiyalarni fan qilish harakati bo'ldi. Biz o'qiyotgan vaqtda ishga chiqib maktab boshqaruvchisi o'qildi. Aslida boshqa bizniki o'qigan darsimizni miqdori tushib ketdi. Biz yezlar ko'p bordik, medallar va ishlaydigan soch bo'ldi. Lekin bizning sinfimiz biz 3 sinf parallel o'qigan, shu chog'da 3 sinfni qaytadan tashkillab, yezilik mashinalari sinfi, yezilik doktor sinfi, yezilik sinfi deb 3 ga ayirdi. Ayirib yezilik sinfida o'g'il qizlar tang o'qidi, aralash o'qidi. Yezilik doktorlik sinfida butunlay qizlar, yezilik mashinasozlik sinfida butunlay o'g'illar. Men shu o'g'illar sinfiga boshliq bo'lib ishlagan shu vaqtda. Jamiyat shunda qalaymagan, u yerda bilimning kirgi yo'q. Ziyonlarni siz 9-da kurash qilgan vaqt ketdi. Lekin mening kallamda qandaqdi, men to'liqsizlik 2-yilga kirib o'qigan vaqtimda akamiz ikkimiz radio qiziqib qoldik. Biz har ishni qildik akamiz ikkimiz. Buni yasab kishi vaqtimizni o'tib. Men balonchi ikkinchisi akamni bilan ikkimizniki farqi 2 yoshdan keldi. Boshqa biz yog'ochchilik qilib xatlar yasaydik, tumirchilik qilib, bu chog'da hozirgidek unday yaxshi chaqlar yo'q. O'zimiz bir narsalarni qilib, o'zimiz yasab, xatlar yasab, zamonaviy bilan yasab, shunga yog'ochchilik, tumirchilik, tomchilik, biz shu uyniki, o'yinning teminini silish, gami qo'layga ishlar bo'lmoqda. Mana ishimiz qildik. Keyin men to'liqsiz 2-yilga kelgan chog'da radio qiziq qilib, ikkimiz radio qilishdan chiqib ketdik. U chog'da zapchastlar shunda qimmat. Bizda pul yo'q, iqtisodiy yaxshi emas. Bu ota-onamniki bizni qo'llab berish imkoniyati yo'q endi. Aslida boshqa akamiz ikkimiz shu ko'n narsalarni tirib, axlatxonlardan setib, shu topgan pulga elektronlik zapchastlarni olib, oshimda radio qilish to'g'an. Bizniki tunji qatim qilishlar radiomiz, sizning mana shu unalingizda bor. 100 yildan so'ng qutisiga bir radio qilish to'g'ri. Bir lam kuchi bor, bir batareyada mangilgan. Uniki miski yo'q, qani yo'q, lekin quloqqa qo'yib anglab olgan. Radio esa biz shu radioni ovoz chiqqan vaqtida akamizimiz qo'shib kelib ko'zimizdan yosh chiqib ketgan. Tunji mevsi solinda insonlarga g'albisi. U chog'da endi radio umumlashgan emas. Hozirgi yoshlar bilmaydi uni. U chog'larda 70-yillarda uyda radio bor degan gap bundan cho'ng inovatlik, obro'li ishdi u chog'da. U kameralarda qat'iy radiolar yo'qdi. Aslında ahvalda o'sha bilim keraksiz deb ziyondan 9-9 muammolarni kurash qilib, bichara muallimlarni dars kesadi deb dars o'tolmay, shu o'chada bolalarniki bolabak akavur. Muallimni bola boshqara oladi. Muallim qilmaydi bolalar. Aslida boshqa shu qish kunlari muallimni dars o'tib o'qichilik bolalar mashinki ustini ichib, o'tullarni mashin ustida ko'ydirib, sinf to'ldirib, shu bir necha ayol muallimlar darsda bejo'xarchi ketgan. Aslida bir sharoitda. Lekin men anda tadbirlar bo'lgan, o'zim bilim chuqur masqatidi degan bir narsani ko'nglim tutgan bo'lg'achqa, shu mazgilda bir sinfda muallim darsni yolg'iz men anglaydim. Boshqa anglamaydi. Shu chog'da bunday bir voqea bo'lgan, faqat esimdan chiqmaydi. Bizniki fizika muallimi bir qatimliq yillik imtihonni 3 imtihon oldi. Bizda 50 tek bola bor sinfda. Qog'oz imtihonlarni taqdim 3 kunlik eksperimentlarda taqdim etdi. Ashta qilganda bizning sinfdagi butun bolalar bizga kelib, imtihonning savolini javobini mendan ko'chirdi. Nimasi ular bilmaydi, ular o'qimagan lekin shu muallim dars so'zlagan chog'da buni butunlay mallam olmaydi, yolg'iz men olmaydim-da. Anglab topshiruvni ishlab, muallimni tam yetishmaganligim uchun mashildim. Shuningdek muallim menga 100 numar berib qolgan, hamsi 50 numar bergan. Hammadan umri 50 minlik yuzda. Endi shu chog'da menda gerçi bütün teşkilat biliminin kirgi yo'q. U bu bo'lsa-mu, menda bu xato. Bu nuqta nazar xato. Bilim izg'atmaga ish yo'q deb, o'zim radio o'qish uchun o'zim ko'rgan boshqa bilimga alohida ahamiyat berdim. Endi meniki bir alohidligim
kichigimdan tortiblamkin men bir yo'lni tanlab manga vaqtimda atrofimdagilarni bilib minishni yaxshi ko'rardim shu chog'da. Shu ashundaq vaziyatimni shu vaqtda tunji qitim bir o'g'rish kitob chiqdi. Yoshlar o'qiydigan, yoshlar o'qishlarga chiqdi. Qizib kufnayza. Buni xitoychadan uyg'urcha tarjima qilgan. Undan burun uyg'urcha kitobim yo'q. Yo'qmi? O'qiydisangiz hech qanday kitobim yo'q. Hozirgi zamon uyg'ur yezigida. Yangi yezikdan. Yangi yezikda biz yangi yezikda o'qidik. O'qidik shu tunji qitim. Yoshlarga oid shu bir kitob chiqdi. Chiqqanda uni men o'zim sizlab o'qib, yaxshi ko'rib ketib, sinfda tashabbus qilib, bolalardan pul yig'ib, esimdan chiqmaydi, o'yatda baldim pul yig'ib, kitobxonaga shu kitobni akilib bolalarga taqib bergan. Kitobni o'qinglardi. Mushtarning o'zimi bunga esqatmaydi degan ashundaq bir kuchli tashviqot bo'layotgan ashundaq bir jamiyatda davrida yuz bergan ish. Shunga ishqib o'zim qandaqdir işte bilimga kichigimdan tortilib intilgan bir xil shaklda o'zimda. Endi Xitoylar shu vatan bosib kirgandan keyin ilm ahli, puldor, amaldor, aql egalarini qirqib kelgan bir tarix bor. Siz shundaq bo'ldigan ziroat ko'kidan ma'lum deb o'zingizni shundaq namoyon qilayotgan davr ostida qasquchilik qilish ehtimolligingiz bo'lmaganmidi yoki aynan bir masalaga duch kelib shundan amal qilgan ishlaringiz bormi? U chog'larda endi garchi biz maktabda uyg'ur sinfi bilan xitoy sinflari bo'lsa-mu, boshqa asosan oraliq. Biz asosan uyg'ur o'qituvchilarniki uyg'ur rahbarlarning qo'lida yurdik. Endi muallimlar meni dahshat yaxshi ko'radi. Ular faqat siz bir ma'lum sinf darslab bir o'quvchi anglab qolganlar olmasa, cho'qma darslar o'quvchini yaxshi ko'rasiz endi. Shunda yaxshi ko'radi. Garchi ashlar tashviqotlar bo'lasimi, ma'lumot ishlanmagan unga, men ishlanmagan, shunga ba'zilar oshkor gap qilmagan, dilimiz shuni tutish yo'q. Men bir qatam shu chaqdimi o'ta maktabimda o'quvchilar uyushmasiniki rahbar bo'lib ishlagan, yig'inlarga kirdim, ma'lumotlarga kirdim ba'zilarda. Orliqda bir qatam bundan keyin biz hamisha partiya rahbarligini ilgirsimsak bo'lmaydi deb dars so'zlagan chog'da chuqur har qanday bir gap boshlasak partiya rahbarligi degan gapni oldi qo'shishimiz kerak degan siyosat chiqdi. Ashlar chiqqandan keyin bizniki yezlik darsini beradigan muallimlar partiya rahbarligida yerga bug'doy terib ubdan parvash qilsak bug'doy indo degan bo'ldi. Onun mushga muzokara bo'lganda muallimlarning orasidan o yig'indi men bor o'quvchilarning kadri sifatida bir ma'lum turib agar partiyaning rahbari bo'lmagan bo'lsa, yerga bug'doy tersak cho'qim qunoq indi deb chaqchaq qildi. Chaqchaqdan hamma kulishib ketdi. Unda kalsini o'tmaydi, dilni vaqan gap. Ammo ashta qimisi yine bo'lmaydigan gapda. Ashta bor. Ve demakchi o'g'lim, garchi shu siyosat ashta kamar tarafli qilinayotgan o'qituvchilar shunda xatarlik bo'lsa-mu, o'qituvchilarning kalsini o'tmay, ayrim vaqtlarda yana ashta norozilik bildiradi buni. Shunda norozilik bildirishada meni maydonim ashta o'qituvchilar bilan o'xshash fikrda chiqib turishamiz. Ya'ni ilm ahllari. To'g'ri. Bayatım biraz gapni qo'shimcha o'tib ketdingiz. Diqqat arziydigan. Bu bo'lsa ham shu o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim his qilganlarimni billa atrofdagilar billa paylaşadigan, ularni o'rtoqlashadigan bir tabiat bor menda dedingiz. Bu xil istak sizda tug'ilmi yoki ma'lum bir zaman bashdan kechirgandan keyin paydo bo'lganmi? Endi bizniki buniki dadam, opam, bu kishilarniki dadamga birdigan bahsi bek aqko'ngil. Dadam bek aqko'ngil odam, bizning tuqqanlarimiz ashta meni cho'ng opam taraflari masalanga. Meni cho'ng dadam burun bir cho'ng pomichniki eng ostidagi haqlardan bojig'digan odam bo'lib vaqt ekan. 49-yildan burun. Ashta boshqa cho'ng dadam haqlardan bojig qilib olsa, u pulim yo'q, bu yo'q, pulim yo'q desa, ularni bojini olmay qaytib kelib pomich xo'jayindan tayyorni yedi ekan. Endi shuni ta'sirini o'qimayman. Men shu boshlang'ichdan tortib o'rganishim yaxshi meniki. Sinfda o'rganishim eng oldida boshlang'ichdan tortib men boshqa yerdan qoldim. Nimishkin boshqaga yerdan qilgan chog'da qilgan bir ishni mankada qo'shalik shunday bir o'ziri bor. Cho'ng qo'shalik, cho'ng qanoatlanish, ashta bir tuyg'usi bor-da. Shunga nimishkin shu boshqa yerdan qilishni qilishga tabiiy kunib qoldi ekan men. Shu chog'da boshlangan bu ishchi. Keyin o'tirmada bo'lganimda davomlashtirdim. Aloqada qildim, yeziga qayta tarbiyaga borgan vaqtimdami men qayta tarbiya borganga shu 10 sun oysidagi shu yomon ishlarda, mushlashda eng dang chiqqan bir qism bolalar yig'ilib qolgan ekan. Men osh bolalarni yaxshilashga qoyil qilib, o'chaqda agar biz 2 yil yaxshi ishlamsak xizmat yo'q. Xizmat qilishmaymiz.
Aşı Onsu nahisinin aynı vaxtdaki sabiq naib başlığının oğlu G'olib Jodada danışkan. Ben şununla en yakın dostu olan. Dostu olup yazıda biz bir kısım yaşanıklarımızda mesela Karzbolab kök yupurmaqlarını yığıp uğut yasaydigan o bu işlerini qilgan shu sonda. Maqsad nima bo'lsa, etrafimdagi bolalarni tashkillab, mishadan yezidan baldiroq qutulishni yo'li qilaylik. U chog'da biz uchun birgina chiqish yo'li yaxshi ishlash. Yaxshi ishlasak 2 yilda qutula olamiz yezidan. Bir ishchilar bilan. Demak, shu chog'dami aşağıda etrafımdakini birga yetaklayman deb boshlanishlarni qilib yurganman. Bu xil ahvol izchil davomlashdi. Oliy maktabda mashina oliy maktabga kelgan chog'da nihoyatda Uyg'urlarning ichida cho'ng hurmat sazovor bo'ldim va qadrildim. Ana uni sabab nima desangiz, shu yerdami men tul o'ylab Uyg'urlar ichida nima ishlarni qilsak bo'ldi deb. Masalan, maktab bo'yicha men maktab o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lgandan keyin yilda bir qatim Uyg'ur she'r deklamatsiya musobaqasi uyushtirgan har yilda. Maktab bo'yicha uni qildim. Men Uyg'urlarning boshqa bir qism madaniy faoliyatlarni qildim. U qilib chiqib menda Uyg'ur nisbatan bir xil muhabbat bor. Ash bor imkoniyatdan foydalanib Uyg'ur uchun nima ish qilib bo'ldi deb hammani qilgan. Bizani tashkillab boshqa qilgan. Boshqa xalqdan menga bir xil muhabbat qaytib keldi. Shunda hurmatli. Men shu vaqtdan boshlab men atrofimdagilarni yetakladim. Shuningki shu badaniga berilgan bir javob sifatida meni bu xalq shunchalik hurmat qadrladi. Shunga bu o'zaro bo'ldi. O'zim boshqa bir ahvol yo'lsam, nayt hayajonliman, nayt ta'sirliman. U menga bir ro'y kuch bo'ldi. Shundan bu zanjirsimon o'zicha damlashib benishiga sabab bo'lgan bir narsa shu. Sizning bayotinqi bayonlaringizdan, hayot kechmishlaringizdan xulosa bo'ldiki, siz to'saqlarga isyon qilish, norozilik bildirish emas, balki uni yengish pozitsiyasida bo'lganligingizni yakunlash bo'ldi ekanda. To'g'ri. Men sizga bu haqda bir necha misol deb beraman. Abatini qisqachada qilib ketdim. Yaponiyaga ahvol. Yaponiyaga dastlabda 10 dan tanlab chiqardi. Birinchi turkumda 10 dan tanlab chiqargan chog'da Uyg'ur Abdum rayoni bo'yicha 50 ta yosh o'quvchilar qatnashgan imtihonga, talash imtihoni qatnashib, uning ichida 10 tanlandi. Men bu imtihonlarda birinchi oldim. Birinchi oldim. O yerda jami 3 soatdan imtihon qilingan, o'zimizning kasbiy ingliz tili, matematika kasbim. 3 imtihondan men olgan nomerim 240 nomer oldim men. Şu 50 o'quvchining ichida ikkinchi bo'lib nomer olgan bola 2 o'qigan, bir bola 180 nomer oldi. Ikkimizning farqi 60 nomer farqi bor. Eng oxirida tanlanganlar ichida 30 nomer olganlar bor. Qolgan undan azaldi degan gap. Onun ichiga kirgan ichida 30 nomer olganlar bor. Men shunda cho'ng farq bilan desa tanlangan uning adamdan ichiga kirgan. Lekin Yaponiyaga borgandan keyin haqidagi hech qanday aspirant o'quvchi qabul qilinmagan bir muddat kirib qoldim. Kirib qolib meni Osaka universitetiga kelgan bo'lgan vaqtida bizniki Şinjan hukumati dim bag'alab unmadi. O'quvchilar almashtirish bo'lmaydi dedi. Ammo bir qancha boshqa bolalar bor-edi. Ular almashaldi, o'qib aspirant kirib ketdi, men kiramadim. Mening dadam Aqsuda, Urumchida hech qanday turgim yo'q. Aytdiki men almashanmadim. Almashanmay shu chog'da shu bizning yurt umak kelib mush ishni e'lon qilgan vaqtida biz tush tomoqni yeb etib boshqam bu yig'inni. Bizniki maktabniki Yapon maktab mudiri bizning yurtdan kelgan umakka ta'zim qilib turib bo'lsa qayda o'yish baqsanglar. Lekin sizlar faqat o'quvchi ko'p baxmagan. Sizlar buni qancha o'qisangiz ziyon etmaysizlar. Bizning shunga hozir qadar biz qo'lga rekordni buzib, imtihonni olmay turib Osaka universitetiga kirganlar. Kirgizishni qaror qildik, ularni qabul qildik. Sizlar bu qayta o'rish vaqtida ta'zim qildi. Bular ta'zim qilyapti, bizning yurtdan kelganlarning kishida hech qanday hissiyat yo'q. Insonning bo'lgan hissiyat, hech qanday o'zgarish yo'q. Butqil o'xshaydi. Mashina o'tirdi. Mesela o'tirib ketdi. Men ko'rinishni ko'rib ixtiyorsiz o'zimni tutolmadim. Yig'lab ketdim. Ovoz chiqarmadim, lekin yosh degan shunda to'kib ketdi. Men degan kichik vaqtimdan tortib, eng yuqori darajada o'qiyman deb shuna tilib qo'ygan odam. İntamdan yuqori numara oldim. Yaponiyaga boribman. Qisqa bir yarim yil ichida shu o'zida bir 6-7 maqolalarni qilib qo'yganman. Açtaq mansam yine yo'lim itib qoldi. Unvon oldiga yo'lim itib qoldi. Shuni degan chidiyamma, qasdan qilmadim buni. Yosh degan to'kib ketdi, ovoz chiqarmadim, ola qog'ozlar tarafimizda. Açtaq bo'ldi. Keyin yig'in tugab ishxonamizga qaytib ketib qolgan vaqtimda mening ustozim bor. Erkin esimda bo'lsin dedi menga. Yapılıqlar xalqlar ta'zim qilmaydi dedi.
Cumhuriyet texnik lazım kalmaydı yapılanlar. Bugün sen bir Uyghur için benim mektebimin müdürü Cumhuriyet tazim kıldı. Yapılanlar haklarındaki haklar tazim kılışının ornuna kanı bıçak öldürüp aldı özünü. Bugün sen bir Uyghur için müştak kıldı isimden çıkmasın dedi. Bu isimden çıkmaydı benim. Şu kişidir ayet mi? Tüyep gitti. Aştak kıldı ki ben Amerika'ya gelip okuş gelip 91. yılı magistrantı tüketip doktor okuşa yaptığımda yurt kaytaşında yapım bilen öttüm. Ayalarım bilen bir ötsem ben okugan mektep bana mektep namıdan ziyafet verdi. Ziyafet verip şeyden indi dedim. Bizninki mektepnin aspirantlık programısına geçiş planı vardı. Lakin bunu kaçalı kaçmıştık. İştik kılışma planımız yok. Ama senin vakarın yüz bergenlikin bunu nait tez kılıp biz aspirant programımız içip oldu. Aspirant okuvuşu kabul kıldık. Muştaq bir neticenin kelip çıksa sınıftık ben pek çoğun. Şu an sana Allah'a rahmet etimiz dedi. Yani şuyla özünün eskipteki şu aspirantlık ünvanını beğenmeydiğanlık bir yolu bilen sizin ziyan tatkallıkıdan özü təsir kıldı da? Təsir kıldı. Muştaq açılan degen gibi. Seninki Türkiye'de bizim mektepte, 3 yıl içinde, ben 88 yıl hukuka mektepte. 88 yıl Amerika'ya gittim, 91 yıl 3 yıl degan bağıvaktım diyen gapim var. Senin Türkiye'm olan, kısqığım 3 yıl içinde biz magistrlik programı açıp aldık. Şundaki meniki ali mektep ikisi bağdaşım berip aç mektepte berip magistr aldı. Ben okugan şu mektep. Bu bir ahval. Demek şu çağda açtaq boldu, lekin şunu tüşük etmedim ben. Benim Yaponiyada ünvanlaş imkaniyetim olmadı. Ben devam ettirmişsem olmaydı da, İngilizce için tutup, şunu İngilizce tamir, Amerika'ya çıkıdan kaç yaşarat yazdım.